Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Braziliyada sayyohlar bo'lgan havo shari yonib ketdi. Qurbonlar bor. Askarlar qiynoqqa solinmoqda. Isyon bo'lishi mumkin. Sobiq harbiy Putinga murojaat qildi. Kiyev Rossiyaga qarshi dron hujumlarini kuchaytirishni ma'lum qildi. Qrimda elektr ta'minoti to'xtatildi. Sababi ma'lum. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Braziliyada sayyohlar bo'lgan havo shari yonib ketdi. Qurbonlar bor. Braziliya janubidagi Santa Catarina shtatida sayyohlar bo'lgan havo shari yonib ketib, yerga qulab tushdi. Oqibatda 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hodisa 21-iyun kuni Praia Grande shahri yaqinida yuz bergan. Guvohlar tomonidan olingan videoda olov ichida qolgan havo sharidan quyuq tutun ko'tarilgani va u yerga qulayotgani aks etgan. Yong'in paytida 2 kishi havo sharidan tushib ketgan. 3 kishi bir-birini quchoqlagan holda halok bo'lgan. Bu qalbni larzaga keltirmoqda, dedi Santa Catarina fuqarolik politsiyasi rahbari Ulises Gabriel. Ma'lum qilinishicha, bortda uchuvchi bilan birga jami 21 kishi bo'lgan. Hodisa oqibatida 13 kishi omon qolgan va turli darajadagi jarohatlar bilan yaqin atrofdagi shifoxonaga yetkazilgan. Omon qolgan uchuvchiga ko'ra, yong'in to'satdan havo shari savatining ichida boshlangan. Shundan so'ng u sharni zudlik bilan pastga tushirishga harakat qilgan. Havo shari yerga yaqinlashganida uchuvchi yo'lovchilarga savatdan sakrashni buyurgan. Biroq yong'in juda tez fursatda kuchayib ketgani sababli ba'zi yo'lovchilar sakrashga ulgurmay qolgan va shar qulab tushgan. Parvoz uchun mas'ul bo'lgan Sabrevoar kompaniyasi uchuvchining katta tajribaga ega bo'lganini ma'lum qildi. Shuningdek, bortdagilarning hayotini saqlab qolish uchun tavsiya etilgan barcha zarur choralarni ko'rganini bildirdi. Hozirda kompaniya o'z faoliyatini noma'lum muddatga to'xtatgan. Askarlar qiynoqqa solinmoqda. Isyon bo'lishi mumkin. Sobiq harbiy Putinga murojaat qildi. Rossiyaning Voronej viloyatidan bo'lgan sobiq harbiy Aleksandr Lunin prezident Vladimir Putinga murojaat yo'llab, armiyada askarlar qiynoq va zo'ravonlikka duch kelayotganini iddao qildi. U davlat rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda uchrashish imkoni berilmasa, harbiylar orasida isyon yuz berishi mumkinligini aytdi. Sudoblatov nomidagi ko'ngillilar batalonida razvedka bo'limi sobiq komandiri bo'lgan. Shuningdek, Pustovalov familiyasi bilan ham tanilgan Aleksandr Lunin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat qildi. Unda u armiyada qiynoqlar, zo'ravonlik va komandirlar tomonidan o'zboshimchaliklar haqida gapirgan. Mazkur video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, bir necha million marta ko'rilgan. Bu haqda agentство Novosti onlayn nashri va Dosh telekanali xabar berdi. Luninning so'zlariga ko'ra, rossiyalik harbiylar befoyda va o'zini o'zi o'limga yuborishga teng buyruqlarni bajarishdan bosh tortgani yoki o'z pul mablag'larini topshirmagani uchun qiynoq va bosimga uchramoqda. U Putinga qarata murojaatida, agar yaqin vaqt ichida men Kremlga borib, siz bilan yonma-yon to'g'ridan-to'g'ri efirda chiqish qilmasam, armiya o'z qurolini Kremlga qarshi burishi mumkin, degan Lunin. Boshqa bir videoda sobiq harbiy Putin bilan shaxsan uchrashib, unga amaldorlar aytmaydigan haqiqatni yetkazmoqchi ekanini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, gap Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashgan harbiylar, shuningdek oddiy fuqarolarga nisbatan mahalliy amaldorlar va rahbarlar tomonidan yo'l qo'yilayotgan o'zboshimchaliklar haqida ketmoqda. Agentство nashrining yozishicha, jurnalistlar Lunin bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan. U suhbat davomida turli platformalarda o'z kanali borligini, frontdagi tanishlardan harbiylarning ahvoli haqida ko'plab xabarlar va videolar olayotganini aytgan. Menga juda ko'p xabarlar, video murojaatlar yuborishadi. Ularni joylashtirishga ham qo'rqaman, chunki u yerda juda dahshatli kadrlar bor, degan u. Luninning aytishicha, u Putinga murojaat qilishga shu murojaatlarni shaxsan ko'rsatish va u bilan bevosita gaplashish maqsadida qaror qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 24-iyun kuni Voronej viloyatidagi Lezinovka qishlog'ida u bilan 3 nafar erkak uchrashgan. Ulardan biri Mudofaa vazirligidan, ikkinchisi Ichki ishlar vazirligidan, uchinchisi esa Mudofaa vazirligiga aloqador boshqa bir xizmatdan bo'lganini aytgan.
Luninning iddao qilishicha, ushbu shaxslar undan video yozib prezidentga vaziyat shu tarzda davom etsa, hammasi juda yomon oqibatlarga olib kelishini yetkazishni talab qilgan. Hozircha Rossiya rasmiylari Luninning qiynoqlar va armiyadagi zo'ravonliklar haqidagi iddaolariga munosabat bildirgani haqida ma'lumot yo'q. Kiyev Rossiyaga qarshi dron hujumlarini kuchaytirishni ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaga bosimni kuchaytirish orqali uni urushni to'xtatishga undash maqsadida xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshiriladigan 40 kunlik maxsus operatsiyani tasdiqladi. Bu haqda davlat rahbari o'zining Telegram sahifasida ma'lum qildi. Zelenskiyning xabar berishicha, Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yevgeniy Xmara unga amalga oshirilayotgan maxsus operatsiyalar, shuningdek Rossiyaga qarshi uzoq va o'rta masofali sanksiyalar deb ataluvchi choralar hamda Ukraina xavfsizlik xizmatining Alfa maxsus operatsiyalar markazi faoliyati yuzasidan hisobot taqdim etgan. Ukraina rasmiylari uzoq va o'rta masofali sanksiyalar deganda Rossiya hududidagi harbiy va energetika obyektlariga, jumladan Ukraina chegarasidan uzoq joylashgan hududlar va Rossiya tomonidan qo'shib olingan Qrimdagi nishonlarga dronlar orqali amalga oshirilayotgan zarbalarni nazarda tutadi. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukraina xavfsizlik xizmati so'nggi bir necha oy davomida turli xil uchuvsiz qurilmalardan samarali foydalanish orqali frontda Ukraina pozitsiyalarini himoya qilish bo'yicha yuqori natijalarga erishgan. Shuningdek, u Ukraina xavfsizlik xizmatining Alfa maxsus operatsiyalar markazini Rossiya armiyasining tirik kuchi va harbiy texnikasiga eng ko'p zarar yetkazgan bo'linmalardan biri sifatida e'tirof etgan. 24-iyun kuni Zelenskiy Ukraina katta yettilik davlatlari bilan muhokama qilingan zarur vositalarga ega bo'lsa, Rossiyani tinchlikni tanlashga majbur qila olishini aytgan edi. Biroq u hamkorlar bilan aynan qanday yordam masalasi muhokama qilinganiga aniqlik kiritmagan. So'nggi vaqtlarda Ukraina Rossiya tomonidan qo'shib olingan Qrim yarim oroli hamda Rossiyaning ayrim hududlaridagi harbiy va energetika infratuzilmasiga dronlar orqali hujumlarni kuchaytirdi. 25-iyunga o'tar kechasi Ukraina dronlari Krasnodar o'lkasining Krasnoarmeysk tumanida joylashgan Poltavskiy neft bazasiga hujum qildi. Krasnodar o'lkasi tezkor shtabi ma'lumotiga ko'ra, dron bo'laklari tushishi oqibatida obyektda yong'in yuzaga kelgan. Mazkur neft bazasi Krasnodar o'lkasining bir qismi hamda Adegiya respublikasiga yonilg'i yetkazib beradi. Shu kechaning o'zida bir qator Telegram kanallari Qrimda ham dron hujumlari amalga oshirilganini xabar qildi. Kremskiy Veter kanali ma'lumotiga ko'ra, Balaklava va Tavriya issiqlik elektr stansiyalari nishonga olingan. Shuningdek, Kacha harbiy aerodromi yaqinida kuchli portlash sodir bo'lgan. Qrimda elektr ta'minoti to'xtatildi. Qrimning barcha hududlarida elektr energiyasi uzatish vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda Qrim energetika kompaniyasiga tayanib Kommersant xabar berdi. Tegishli qaror Qora dengiz mintaqaviy dispetcherlik boshqarmasi dispetcheri buyrug'iga asosan qabul qilingan. Kompaniya Telegram kanalida tushuntirilishicha, bu chorani qo'llash zarur bo'lgan. Sababi elektr tarmoqlarining haddan tashqari yuklanishini va butun energiya tizimida avariya yuz berishini oldini olish kerak. Xabarda aytilishicha, chiroq butunlay emas, balki aniq manzillar bo'yicha va zaruratga qarab o'chiriladi. 24-iyunga o'tar kechasi va kunning birinchi yarmida Sevastopol osmonida 70 dan ortiq dron urib tushirilgan edi. O'shanda shaharning energetika infratuzilmasiga zarar yetgan va elektr ta'minoti butunlay uzilib qolgan.